Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 60-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Alloh lafzi deb nomlangan darsimizning 4-qismini o'tamiz. Esingizda bo'lsa biz Alloh lafzi degan mavzumizni 57-darsda boshlagan edik. Birinchi darsimizda so'z boshida kelishini ko'rdik. Keyin ikkinchi darsimizda so'z o'rtasida kelishini ko'rdik. Keyingi darsimizda oyat oxirida kelishini ko'rdik. Hamda bugun 60-darsimizda Alloh lafzini yana bir nechta shu qolib ketgan qoidalarni ko'rib o'tamiz. O'sha qoidalar har doimgidek qoladi, faqatgina 60-darsimiz, bugungi darsimiz to'ldirish darsi bo'ladi. Misol uchun qarang. Misol uchun quyidagi oyatga e'tibor bersangiz, li vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi, buni bilasiz. Vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi. Shunda to'g'ri bunga o'tamiz. Lil keyin hi. Biz o'tgan darsimizda o'tdik. Esingizda bo'lsa, Alloh lafzidan oldingi so'z kasra bilan ulansa, mana e'tibor bersangiz, kasra bilan ulanyapti. O'zidan oldingi so'z kasra bilan ulansa, bu la deb o'qilardi. Shunda lil la faqatgina kasra bilan ulanganda la o'qilardi. Shunda lillahi hamda ikki harakat cho'ziladi. Shunda lillahi, to'g'ri? Lekin Qur'oni Karimda shu lillahi degan so'zni, mana shu so'zni ikkalasini qisqartiradi-da, quyidagi holatda yozib qo'yadi mana. Bu so'zni siz oldin juda ham ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shu ikkalasini lillahi degan so'zni qisqartirib, ikkalasini quyidagi holatda yozib qo'yadi. Siz quyidagi so'zni ko'rib qolsangiz, mana bu lillahi deb o'qiyverasiz. Mana shu ikkalasi bir-biriga teng, lekin Qur'oni Karimda bu holatda yozilmaydi endi. Qur'oni Karimda lillahi degan so'z quyidagi holatda qisqagina qilib yozib qo'yiladi. O'sha lil keyin bitta ikki harakat cho'zish bor. La deb cho'zish bor. Lillahi. Birinchi qoidamiz shu edi. Demak, yozib qo'ydim. Alloh lafziga li qo'shimchasi qo'shilsa, mana Alloh lafzi vasli hamza bilan yoziladi, albatta bilasiz. Alloh lafzi. Mana Alloh lafziga li qo'shimchasi qo'shilsa, mana li qo'shimchasi qo'shilsa, vasli hamza tushib qoladi. Mana e'tibor bersangiz, vasli hamza tushib qolyapti mana. Bitta vasli hamza yo'q. Bu l-ni mana birinchi l deb tasavvur qilyapmiz mana. Bu l bo'lib qolyapti-da, mana kasrasini tagiga qo'yib qo'yapmiz shunchaki mana. O'qishda agar buni qiynalsangiz bunga e'tibor bermang. Shunchaki mana shu so'zni ko'rib qolsangiz, demak nima o'qir ekansiz? Lillahi. Ikki harakat cho'zilishi bor. Lillahi. Kel lo emas, lillahi emas. Qanday ekan la? Nega desa, chunki undan oldingi so'z kasra bilan ulanyapti deyiladi. Bizda qoida bor edi. Alloh lafzi o'zidan oldingi so'zga kasra bilan ulansa, la deb o'qilardi. Ya'niki lillahi. Shu holatda o'qiysiz. Asosiy e'tibor bergan joyimiz bitta la ikki harakat cho'ziladi, keyin lo emas, la o'qiladi. Nega? Chunki undan oldingi so'z kasra bilan ulanyapti. Shunda lillahi. Birinchi qoida shu. Alloh lafziga li qo'shimchasi qo'shilsa, vasli hamza tushib qoladi. Yoki osonroq aytadigan bo'lsak, quyidagi so'z lillahi deb o'qilar ekan. Birinchi qoidamiz shu. Endi ikkinchi qoida, qarang. Sal pastroq tushamiz. E'tibor bersangiz, masalan, hozir aytib o'tganimdek, Alloh lafzi o'zidan oldingi so'zga fatha bilan ulansa, fatha bilan, keyin domma bilan ulansa, bu lo deb o'qiladi, bilasiz mana, lo deb o'qiladi. Ya'niki huvallohu. Yoki to'xtamoqchi bo'lsam, huvalloh. Ikki to'g'ri old harakat cho'zaman. Yoki bo'lsa nasrullohi yoki nasrulloh to'xtamoqchi bo'lsam. Ya'niki bular nima? Lo o'qiladigan so'zlar. Ya'niki endi qoida bor. Shu lo deb o'qilsa Alloh lafzi. Ya'niki o'zidan oldin fatha yoki domma bilan ulansa lo o'qiladi-yu. Alloh lafzi lo deb o'qilsa sal qo'polroq o'qiladi. Ya'niki ayrimlar yo'g'onroq ham deyiladi. Qur'oni Karimda yo'g'on yozilgan. Ayrimlar yo'g'onroq, qo'polroq, qalinroq ham deyishadi. Ya'niki buni huvallahi emasda huvallohu. Bunday Alloh lafzi kelganini bildirib o'qiladi-da, yo'g'onroq o'qilishi kerak. Huvallohu. Ya'niki huvallahi emas, huvallohu yoki bo'lmasa nasrullohi. Ham cho'ziqlari bor ikki harakatdan lo deganda. Mana shunaqa yo'g'on bildirib o'qiladi. Huvallohu yoki bo'lmasa nasrullohi. Mana shuni yo'g'on o'qiysiz. Bu yoqda esa kasra bilan ulangan holatda esa mana a deb o'qiladi. Bunda odatiy o'qiyverasiz. Bismillahi. Bitta qo'polroq yoki bo'lmasa yo'g'onroq yoki qalinroq
uch xil holatda aytilishi mumkin. Nasrullohi, mana shunday bildirib, nasrullohi og'izni to'ldirib, shuni yuqoriroq o'qilish kerak. Mayda bismillahi i bilan ulangan desa odatiy ingichka o'qiladi, tushunarli? Chunki bu yerda la deb o'qiladi. La deb o'qilayotganda demak odatiy lo deb o'qiladigan joylarda yuqoriroq, qo'polroq yoki bo'lmasa qalinroq o'qiladi, tushunarli? Men yozib qo'ydim. Alloh lafzi lo deb o'qiladigan joylarda yuqoriroq, ayrimlar qo'polroq deydi. Ayrimlar qalinroq deyiladi. Tushunarli? Alloh lafzi lo deb o'qiladigan joylarda demak yuqoriroq o'qilar ekan. Shunga e'tibor berasiz. Ya'niki mana huvallohu nasrullohi shunaqa. Mayda bismillahi. Mana qarang, e'tibor bersangiz ham bu ingichka o'zi. La, bitta lo qo'polroq, yuqoriroq o'qilyapti. Bugun ikkita qoida o'tdik. Birinchisi lillahi. Mana bitta lillahi so'zi bu holatda emas, qisqartirib yozilar ekan. Birinchi qoidamiz. Ikkinchi qoidamiz Alloh lafzi lo deb o'qiladigan joylarda qo'polroq, qalinroq o'qilar ekan. Shu ikkita qoidani o'tdik. Shu bilan Alloh lafzi degan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. 60-dars, ya'niki Alloh lafzi 4-qism, 4ta qismdan iborat ekan. 4ta qismga bo'lib batafsil holatda o'rgandik. Keling, shuni bir takrorlash qilamiz. Biz Alloh lafzini 57-darsdan boshlab o'tishda boshladik. Birinchisi so'z boshida yoki oyat boshida kelishni o'rgandik. Alloh lafzi oyat boshida kelib qolsa, yolg'iz holatda oyat boshida bo'lgandan keyin shuma boshlanadi-yu. Vasli hamzamiz nima o'qilar ekan? A o'qilar ekan. Keyin A deb o'qilgani uchun bu nima deb o'qiladi? Lo. Alloh deb ikki harakat cho'zib o'qib ketilar ekan. So'z boshida kelganda. Keyingi darsimizda biz 58-darsimizda o'tdik. Oyat o'rtasida kelishi. Yoki so'z o'rtasida dedik, shu oyat nazarda tutiladi, albatta bilasiz. Masalan, huvallohu deganda bitta ikki harakat cho'zib o'qishni o'rgandik. Keyin 59-darsimizda esa oyat oxirida kelishni o'rgandik. Oyat oxiriga kelganda 2, 4, 6 harakat cho'zib to'xtalishini, 58-darsimizda oyat o'rtasida bo'lsa, faqatgina 2 harakat cho'zishni o'rgandik. Keyin masalan kasradan tashqari holatlarda Alloh lafzi o'zidan oldin kasradan tashqari boshqa harakatlari bilan ulansa, lo deb o o'qilishni o'rgandik. Hamda mana bugun 60-darsimizda esa bu yo'da 60-darsimiz, 60-darsimizda esa mana qisqartma holatda yozilishi lillahi, keyin qo'polroq o'qilish holatlarini batafsil o'rgandik. Hozir yana Qur'oni Karimdan bitta joyni ko'rsataman sizga. Qo'polroq o'qilgan holatda, yuqoriroq o'qilgan holatda rangi sal boshqacharoq bo'ladi. Hozir men sizga shuni Qur'oni Karimdan ko'rsatib beraman. Diqqat qiling, biz hozir Qur'oni Karimdan misollar ko'ryapmiz. Siz auzu bismillah bilan o'qishingiz kerak bo'ladi. Masalan, hozir biz Qur'oni Karimning 604-betidamiz. Mana e'tibor bering-da. Mana qarang, sal yaqinlashtiraman. Mana yaqinlashtirib qarang, mana Alloh lafzi mana bu yerda o o'qiladi-ku. Huvallohu, to'g'rimi? Mana shu yerda e'tibor bersangiz, mana rangi loni ko'kda, ko'ryapsizmi? Ya'niki yuqoriroq o'qiladi-da. Huvallohu, ya'niki huvallahi emas, huvallohu. Mana qarang, rangi ko'k, shundan bilib olsangiz ham bo'ladi mana. Ko'k rangda bo'ladi, ya'niki yuqoriroq o'qishni bildiradi. Mana pastda yozib qo'ygan bo'ladi Qur'oni Karimda. Mana e'tibor bersangiz, mana yozib qo'yibdi, taxfim qilinadigan, ya'niki yo'g'on o'qiladigan harflar, mana yo'g'on o'qilish kerak. Mana shu yerda masalan mana shu yerda nima o'qilar ekan? Yuqori o'qilar ekan mana. Huvallohu. Chunki nega yo'g'on o'qilyapti? Undan oldingi harf fatha bilan ulanyapti. Agar kasra bilan ulanganda ingichka o'qilardi. Yoki maytda masalan Allohu bitta ham lo deb o'qilgani uchun qanday yuqori o'qiladi mana. Allohu ikki harakat cho'zib o'qiverasiz. Lekin o'zidan oldin kasra bilan ulansa, mana masalan mana lillahi so'zi aytdim kelgan mana. E'tibor bersangiz, bismillahi. Mana bu yerda qarang, ko'k emas mana. Bu yoqda ko'k, e'tibor beryapsizmi? Chunki bu yerda o o'qiladi-da, Allohu. O o'qiladigan joyda ko'k bo'ladi. Mana a o'qiladigan joyda mana qarang, rangi qop-qora bo'ladi. Farqini bilib oldingizmi? Agar rangida ko'k yo'q bo'lsa, a o'qiysiz. Bismillahi. A o'qilyapti. Maytda o o'qilgani uchun ko'kda. Allohu. Ko'rdingizmi? Shundan ham bir farqini ajratib olsangiz bo'ladi. Keyin bugun ko'rgan so'zimiz lillahi so'zini ko'rdik. Fotiha surasida bor, ko'rsaman hozir. Masalan, mana Fotiha surasini ko'rsangiz, mana birinchi oyatida turibdi. Qarang. Mana boshdan o'qisak,
Alhamdu lillahi. Mana ikki harakat cho'zasiz. Lillahi. Endi Fotiha surasining birinchi oyatini bemalol o'qisangiz bo'ladi. Alhamdulillahi. Faqat mana shu cho'zig'iga e'tibor berasiz. Bu la i l a. La, chunki Alloh lafzi ikki harakat cho'zib o'qiladi, so'z o'rtasiga kelsa bilasiz. Alhamdulillahi. Mana lillahi. Mana bugun ko'rgan so'zimiz mana lillahi so'zi, mana lillahi deb ketmang. Lillahi cho'zib o'qiladi. Shunga ikki harakatda mana lillahi so'zini ham ko'rsatib berdim. Sizga uyatsi bo'ladi, mana shu lillahi so'zidan 3 ta top kelish bo'ladi. Masalan, Fotiha birinchi oyatida mana ko'rsatib berdim, misol uchun. Siz ham o'zingiz bir qidirib ko'rasiz. Keyin bir yangilik sifatida aytishim mumkin. Mana e'tibor beringda. Masalan, biz mana Fotiha surasiga e'tibor bersangiz, biz hamma qoidani o'tdik. Masalan, mana birinchi oyatda vaslihamizni alif lam bilan kelsa boshida a o'qiladi. Alhamdu lillahini o'tdik, robbini o'tdik. Hamda bu yerda mana ikki harakat cho'ziladigan cho'ziq. Bu yerda to'xtamoqchi bo'lsak, madlarda o'tdik, cho'zib o'tishlardi. Keyin ikkinchi oyatda o'tgan safar sharhlaganmiz to'liq. Ikkinchi oyat. Bu yerda ham masalan hammasini o'tganmiz. Siz Fotiha surasini bemalol o'qiy olishingiz kerak. O'zingiz bir sinab ko'ring, qani Fotiha surasini o'zim bemalol o'qiy olamanmi deb bir takrorlab ko'ring. Biz hozir 60 ta dars o'tgan bo'lsak, tajvidda, siz mana shu Fotiha surasini bemalol o'qiy olishingiz kerak. Chunki biz salkam hamma qoidani o'tib bo'ldik. Xo'p. Yana shu bir uyda takrorlab kelasiz. Mana masalan, quyidagi oyatda ham, lekin buni o'tmadik. Mana buni keyingi darsimizda Xudo xolasa qarayman. Agar keyingi darsimiz yoki o'tib beraman yoki bo'lmasa qarayman. Bitta ikki darsdan keyin shularni o'tamiz, mana shunaqalarni mana. Usti to'rqinchalari borlarni o'tamiz. Lekin bu Baqara surasini o'qiy olmaysiz, chunki bu yerda ayrim o'tilmagan narsalar bor, lekin kichik suralarni o'qishingiz kerak. Kichik suralarni. Masalan, mana Fotiha surasini aytganimdek o'qishingiz kerak. Keyin Ixlos surasini o'qiy olishingiz kerak, 114da. 112-sura edi, 112. Falaq, Nas suralarini ham bir o'qib ko'rasiz. Uyga vazifa aytib o'tganimdek, lillahi degan so'zdan 3 ta top kelasiz mana. 3 ta. Keyin bir bunday o'zingiz bir xulosa qilib ko'rasiz. Mana qora bo'lsa a o'qilar ekan, lillahi a o'qilar ekan. Alloh lafzi o o'qiladigan joyda rangi ko'k bo'ladi, deydimi? Aytib o'tdim ular. Shularni bir qidirib o'zingiz ko'rasiz. Keyin biz o'tgan safar test berdik. Shu testni bir tahlil qilib ketamiz. O'sha testda juda ko'pchilik javob berishda A, B, C da 4 ta variant edi-yu. Juda ko'pchilik odam A javob deb beradi. Juda ko'pchilik A, B deganlar ham bor, C, D deganlar ham bor. Hammasi bor. Hamma javob borda o'zi testda javob bo'ladi. Lekin 4 ta variant ham aytishdi-da. Hammasini aytdilaringiz. Ayrimlar A dedi, B dedi, C dedi deydi. Lekin hammasini isboti ham bor. Ayrimlar bu qoida dedi, ayrimlar cho'zilgan cho'zilmasligi dedi, ayrimlar aytdi, yo'q, bu yerda cho'ziladi dedi. Vavda sukun bo'lishi kerak dedi. Juda ko'p muhokama bo'ldi. Men hammasini o'qidim. YouTube kanalida ham o'qidim, Telegram kanalida ham. Hammasini o'qib chiqdim bittalab. Bu savolimiz o'sha testda berilgan savol. 22-sura. Haj surasining 74-oyati edi. Ya'niki Qur'oni Karimning 341-betidagi oyat edi. Ya'niki 74-oyat. Quyidagi oyatni savol qilib bergan edik, maytdan boshlab, Qodarullohdan boshlab manaqacha. Mana shu qancha bo'lgan qism edi. Mana chetini kesib olib, sizlarga bir osonroq bo'lsin deb test qilib bergandik mana shu oralig'ida. Xo'p, buni test javobini bilish uchun endi buni muhokama qilish kerak, sharhlash kerak. Qaranglar, keling sharhlaymiz. Bu yerda ma yo'q edi, maytdan boshlab yozgan edim. Qarang. Bu yerda qodaru. Qodaruda hech qanaqa cho'zig'i ham yo'q, to'g'rimi? Hech qanaqa muammo yoq. Lekin mana bu yerda qarang. Vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi dommalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Mattabi'i, to'g'rimi? Lekin bu yerda ko'pchilik shuni bilib, qodaru deb cho'zib o'qidi. Qodaru deb cho'zib o'qishdi. Endi qaranglar. Bu yerda cho'ziq bor, to'g'ri? Lekin endi keyingisiga qarang. Bu yerda alifda ustida yumaloq belgi bor. Biz buni darsimizda o'tgan edik. Alifda ustida mana shunaqa yumaloq. Biz buni eski sukun deb kelishib olgandik. Bu sukun emas, lekin sukun qanaqa bo'ladi? Qur'oni Karimda mana bundaqa bo'ladi mana. Bundayroq yarim oy shaklida bo'ladi. Yarim yumaloq bo'ladi. Bu sukun emas. Bu qanaqa belgi edi? Bu qaysi harfning ustida kelsa o'sha harfni yo'q qilardi. Ya'niki bu yo'q bo'lib qoladi o'zidan mana. Bunga e'tibor bermaysiz. Bu yo'q endi. Chunki bunga umumiy e'tibor bermaslik uchun qo'yiladi mana. Shunda nima bo'lib qoldi? Shunda qodaru ikki harakat cho'ziladi. Lekin
ko'pchilik mana shunda qodaru deb ikki harakat cho'zib a javob topib ketdi. Lekin bizda qoida bor edi. Cho'ziq bu cho'ziq bo'lyapti, to'g'rimi? Cho'ziq bilan tugagan so'z. Mana endi bu vasli hamza bu. To'g'rimi? Alloh lafzi vasli hamza bormi? Cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, cho'ziq cho'zilmaydi degan qoida bor edi. Shuni ko'pchilik unutib qo'yibdi. Shunda buni qodaru deb cho'zib, keyin bu yog'ini o'qib ketdi. Yo'q. Qoida bor edi. Cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, cho'ziq cho'zilmaydi. Cho'ziq cho'zilmagandan so'ng, endi bu yog'ini qarang. Vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi, to'g'rimi? Endi qarang. Cho'ziq cho'zilmagandan so'ng bizga vav harfi kerak emas bo'lib qoladi. Vav olib tashlaymiz. Bu o'qilmaydi dedik. Ustida sukun kelsa, eski sukunimiz kelsa, bu o'z-o'zidan o'qilmaydi. Hamda rangidan ham bilsangiz bo'ladi, o'qilmaydigan harf. Bu tashib ketamiz. Vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. O'z-o'zidan 3 ta harf yo'qoladi. Shunda qodaru cho'ziq yo'q. Chunki cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, cho'ziq cho'zilmaydi. Shuning uchun vav hamda alif hamda vasli hamza o'qilmaydi. Shunda qodaru cho'ziq yo'q. Shunda qodaru endi cho'ziq bo'lgandan keyin r dan u ga o'tib olamiz. Shunda qodarul endi ikki harakat. Alloh lafzi oyat o'rtasidagi ikki harakat cho'zib o'qiladi. Shunda qodarul to'g'ri r dan munga o'tamiz, l ga o'tamiz. Qodarul loha bo'ladi. Demak, e'tibor beradigan joyimiz a javob o'z-o'zidan xatoligi ma'lum bo'ladi. Cho'ziq cho'zilmaydi. Chunki cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, cho'ziq cho'zilmaydi degan qoidaga muvofiq cho'ziq cho'zilmadi. Hamda bitta keyingisi vasli hamza so'z o'rtasiga kelgancha o'qilmadi. Shunda vasli hamza bu vav harflari uchalasi o'qilmaydi. Shunda qodaru u dan to'g'ri lega o'tamiz. Shunda qodarul lo deb ikki harakat cho'ziladi. Chunki Alloh lafzi so'z o'rtasiga kelyapti. Shunda qodarul loha edi. Shunda to'g'ri javob S javob bo'ladi. Men kuzatdim, kommentariyalarni hammasini o'qidim. YouTube'da juda ko'pchilik birinchi A javobni belgiladi. Telegramda ham shunaqa bo'ldi. Hamma A javob deyishdi, keyin B ni, D ni ham aytishdi, lekin S javobni aytganlar ham bo'ldi. S javobni aytganlar bo'ldi, lekin kamroq bo'ldi. Boshida ko'pchilik A, keyin B va D ni belgilashdi. Keyin bir kunlardan keyin, bir necha soatdan keyin o'ylab ko'rishdi, yaxshilab keyin hammasiga o'tdi. Boshda lekin topib olishmadi ko'pchilik. Boshda topib olishmadi. Lekin bir necha soatdan keyin hamma keyin fikr mulohaza qilib, aytdim-ku, Telegramda fikr almashinglar deb. Telegramda keyin fikr mulohaza qilib, S javobni keyin isbotlab ham berishdi. Mana shu qoidani aytib, dars sonigacha aytib berishdi. Ayrimlar men qoyil qoldim, ayrimlar Qur'oni Karimda shu surani topishdi ham. Topib sharhlab berishdi. Ayrimlar botga ham yozdi, to'g'ri. S javob to'g'ri edi. Shu ko'pchilik lekin keyin sharhlab berdi. Lekin o'sha zahoti sharhlab berganlar ham bo'ldi oralaringizda. Bitta maqsad nima? Maqsad oldingi darslarni takrorlash. Ayrimlar mana shunday ko'p xato qilishdi. Cho'ziq bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, cho'ziq cho'zilmaydi. Mana shu qoidani ko'pchilik unutib qo'ydi. Lekin keyinchalik topdinglar. Lekin shu men kuzatdim, kommentlarni hammasini keyin Telegramda shu muhokama bo'ldi guruhda, keyin topdinglar. Bitta topamadinglar lekin. Ayrimlar lekin topganlar ham bo'ldi. Yaxshi, asosiysi yomon emas. Asosiy maqsad aytmoqchi bo'lganim shu oldingi o'tgan darslarimizni takrorlab turinglar. To'g'ri, sizlar yodimda deb o'ylashinglar mumkin, lekin ayrim qoidalar bo'ladi, esdan chiqib qoladi. Shu har darsni boshlashdan oldin bitta daftarni qaytarib chiqsanglar, Xudo xohlasa shunda juda ham yaxshi bo'ladi, yaxshi natija beradi. Biz buni ko'p sinab ko'rganmiz. Har darsni boshlashdan oldin daftarni boshidan oxiriga takrorlab chiqsangiz, qoidalarni o'z-o'zini yodlab olasiz. Masalan, ayrim qoidalar qiyin bo'lishi mumkin, lekin siz har kuni qaytaraversangiz yodga ketadi. Shuning uchun qaytarishda maslahat beramiz. Bugun yana bitta test beramiz sizga. Shu testni yana bir o'ylab ko'rasiz. Bugungi testimiz ham Xudo xolasa qiziqroq bo'ladi. Bugungi testimiz quyidagi savoldan iborat. Yana shu qanday o'qilishini topishingiz kerak. Bu yerda masalan A javob aytyapti, ula-ika deb yozilgan deyapti. Ya'ni bitta hammasi cho'ziq. A javobda 4 harakat, B javobda la 2 harakat, S javobda ham 4 harakat, hamda D javobda 2 harakat. Xo'p, endi bitta A javobga keladigan bo'lsak, ula deb la 4 harakat cho'ziladi hamda 2 deb o'qiladi deyapti. Vav unda tashab ketilgan A javobda. B javobda esa V o'qiladi. Axir vav bor deyilyapti. Shunda u la 2 deyilyapti, 2 harakat. S javobda esa yana shu V harfi bor, bu yerda tashab keta olmaymiz deb
S javobda ham shu u vila debkin to'g'ri harakat cho'zilyapti. D javobda esa vav tashlab ketamiz. Vav o'qilmaydi deyilyapti hamda ikki harakat cho'ziladi deyilyapti. Yana bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa madlarga boryapti. Shu madlarga e'tibor berasiz. Keyin shu yana testga qaraysiz xullas. Qaysi javob to'g'ri bo'lsa, YouTube'da bo'lsangiz yana shu videosi yozib qoldirasiz. Agar Telegramda bo'lsangiz, Telegram guruhida yana birgalikda muhokama qilasizlar. Keyin gazeta bo'limiga ham yozib jo'natsanglar bo'ladi. YouTube'dagilar YouTube'ga komment yozadi, Telegramdagilar esa Telegram guruhida yozib muhokama qilishadi. Keyin gazeta bo'limiga ham to'g'ri javobni belgilab yozib yuborasiz. Keyin sharhlang. Nega u javob bo'ldi? Masalan, A javob nega bo'ldi? B javob bo'lsa nega? C'dir balki D'dir. Nima uchunligini keyin sharhlab yozinglar. Keyin har doimgidek Telegram guruhida birgalikda muhokama qilasizlar. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa, yana keyingi darsimizda to'g'ri javobni videoning so'ngida aytib ketamiz.